iPhone XS modelini konkursga qo'yib yubordim o'rtoqlar. Xo'p, qaranglar, buni oddiy sizlarga yana topshirib yubormoqchiman. Bitta dona kelib qoldi, ishlaydi, chotki, hammasi zo'r ishlab turibdi. Xo'p, shartlari qanaqa o'tganlar uchun shundoqga maza qilib yutib olasizlar. Bu videoga bitta like bosasizlar. Xohlaganingizcha ko'proq omad so'zini yozib qoldiringlar. Ana yutish imkoniyati bo'lishi uchun maksimalni bu videoni tarqatinglar o'rtoqlar. Xo'p, yana bitta sharti, shuni storiesimga kirsanglar, Telegram kanalimni qo'yaman, bitta podpiska tashlab qo'ysanglar, Telegram kanalimda menga podpiska bosganlar orasida random ilovasida aniqlab olamiz o'rtoqlar. Va shu videoga aktiv bo'lgan odamni ham qaraymiz. Hop, hammaga omad, 4 ta telefon o'ynayman dedim, bu emas. Keyingi o'yinlarda u 4 tani tikmoqchiman o'rtoqlar. Hop, kimga XS modeli kerak bo'lsa, kim yutmoqchi bo'lsa, maza qilib, ikkinchi telefon qilib ishlataman deganlar uchun aktiv va bong'illatinglar o'rtoqlar. Mana shu telefon sizlarniki bo'lishi mumkin. Hop, g'olibni 3-4 kun ichida aniqlab olamiz. Hammaga omad.